O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovning nabirasi xalqdan pul so'rab murojaat qildi. Assalomu alaykum. Kanalimizni birinchi bor ko'rib turgan bo'lsangiz obuna bo'lishni, videoga like bosishni, izohlarda esa o'z fikringizni yozib qoldirishni unutmang. Taniqli bloger va youtuber Maryam Tillayeva ijtimoiy tarmoqlardagi navbatdagi chiqishi bilan jamoatchilikning diqqat markaziga tushdi. Bu safar u aviakompaniyalar xizmatlaridan noroziligini aytib, o'z muammosiga o'ziga xos yechim taklif qildi. Hammasi Maryam Tillayevaning Parijga safaridan oldin duch kelgan qiyinchiliklari haqidagi shikoyatlari bilan boshlandi. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiyadan Yevropaga parvoz qilish tobora murakkablashib bormoqda. Reyslarning kechikishi va qayta ro'yxatdan o'tishdagi texnik xatolar tufayli bloger nafaqat uyqusiz, balki ovqatsiz ham qolgani haqida so'zlab berdi. Aeroportlarda buyumlarimni ko'tarib telbalarcha yugurdim. Aviakompaniyaning bunday munosabatidan va doimiy stresslardan charchadim. Har safar Rossiyadan Yevropaga oilam va do'stlarim oldiga ketishdan avval asabiylashmasdan normal sharoitda uchishni xohlayman, deydi u. So'ng bloger oddiy reyslardagi noqulayliklardan qutulishning oson yo'lini taklif qildi. U obunachilariga shaxsiy samolyot sotib olishda yordam berishini so'rab, agar uning har bir floveri $3,5 pul o'tkazsa, umumiy jamg'armasi $5,25 million tashkil etishini aytdi. Bu mablag' kichik shaxsiy samolyot sotib olish uchun yetarli hisoblanadi. Evaziga esa men har hafta bir nafar obunachini tanlab, o'zim bilan dunyo bo'ylab sayohatga olib chiqishga va'da qilaman, degan Maryam Tillayeva.